Bizning hunar navoiychilik, qimmat baza kassatchilik. Bizning hunar navoiychilik, qimmat baza kassatchilik. Tonurnan Uyg'urlarning uzoq tarixga ega xos va asosli yemeklik bo'lib qolmasdan non ishlab chiqarishni kasb qilgan navoiychilik Uyg'ur jamiyatidagi milliy xoslikka ega muqim va tayanch kasbiy egilikning biri bo'lib kelgan. Shunga Uyg'urning dasturxoni nondan ayrilmagandek, har Uyg'ur mahallasidami cho'qim navoiyxonlar bo'ladi. Xitoy hukumati yaqinqi yillarda Uyg'ur diyori miqyosida boshlagan mahallani cheqib tuzlash jarayonida kasbiy navoiyxonlarning butunlay cheqib tashlanganligi ma'lum idi. Arqadan Xitoy doiralarining butun Uyg'ur diyoridagi har qaysi joylar o'z amaliyatiga birlashtirib, nonchilik kasbini taraqqiy qildirib, ko'lamlashtirish, tonur va nonni dehqonlarning kirimini oshirishga turtki bo'ladigan, iqtisodiy taraqqiyotni ilgari suradigan yangi motorga aylantirish degandek tashviqotlarni maydonga kelgan edi. Xitoyning yaqinqi yillardagi nonchilik kasbini taraqqiy qildirish nomidagi munosabatli tashviqot xabarlaridan ma'lumki, 2018-yil Xitoy hukumatining Şinjan Açlıq Kəsbi Cəmiyyəti və Şinjan Açlıq Yağ Məhsulat Sübutini Nazaret Qilish Tekşürüş Punkti nonga məxsus işlətilgan buğday və unning kollektiv ölçümini e'lon qilib, əslidagi an'anaviy yerlik tonurlarni çekib tashlab, o'rniga cho'ng ko'lamli to'qliq tonurlar bilan kasblashgan non ishlab chiqarish uskunalari o'lchimini o'rnatib, nonchilik kasbini ko'lamlashtirishga boshlagan. Navbatda navoiylik kasbining butunlay Xitoy korxonalarining qo'liga o'tganligi ma'lum bo'lmoqda. Zamonaviy ishlab chiqarish shakli o'lchamlashgan mahsulot sifati degandek, Xitoyning o'lcham andizlari bilan birdilla Xitoy korxonalarining boshqurishiga o'tgan an'anaviy navoiychilik kasbining atalmish taraqqiyoti amaliyotda Uyg'urlarga bir an'anaviy kasb va milliy egilikidan ayrilib qilish elib kelgan. Qashqarda ot kasbi bo'yicha 40 yildan ortiq an'anaviy navoiylik bilan shug'ullangan 2016-yil Turkiyaga kelgandan keyin İstanbuldagi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Zaytunburnu Nuri Pasha mahallasida navoiyxona ichib kasbini davomlashtirib, nonlari Turkiyadagi Uyg'urlar va boshqa ommaning yoqtirishiga erishgan Navoiy ustam Muhammad Imin aldirash non yiqiyotgan ish ustida bo'lsa-mu telefon ziyoratimizni qabul qildi. Demakchi, mush bostirish boshlangan vaqtda navoiylarning tutilganligi yoki işte lagerlarga ilib ketilganligini anglaganmidingmi? Shu zaten tashviqotlarda 2016-da vaqtda bizniki dukkanning testi navoiy qo'shimchasi qabullar. Bu adamningki bu qildirib navoiyda. Biz bu shirkatga chiqqan narsa mallik kasb ekirib o'nishlik isfatda. Adamni ekiribdi qildirgan yaxshiliklar deb 19 kunlik ilmini chiqargan adamlar. Shuningdan mana bizning navoiylik qilib qilgan birlikdan ham tashlab başladı. Muhammed Ustam navoiychilik bilan shug'ullangan Uyg'urlarning shahar bozorlaridagi omma textatlik uyquda yotganda eng avval uyg'onadigan tirishchan, diyonatlik, insofli kasb egalari ekanligini, ular o'zining kasbini xuddi nondek muqaddas bilgashga hech qanday hayonkashlik qilib pul tepishni o'ylamaydiganligini, navoiylik kasbining pokizlik va o'lcham hamda kasbiy axloqi borligini eskartdi. Amerikada yaşayotgan Uyg'ur tarix va til tadqiqotchisi doktor Qahar Barat non Uyg'urlarning aslida Xitoy madaniyati bilan bir emasligining dalil isboti deydi. Nonlar emas, bu bir nayt cho'ng bir madaniyat mazmunini o'z ichiga olgan narsa. Uyg'urlikningki, Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur millat alohidligini ko'z tutishda, albatta buning uchun eng muhimi yemak-ichmak. Yemak-ichmakning ichida non bence eng oldin o'rinda turadigan, xuddi nurg'un misollarni ko'rsatib bo'lgandek, non bizning qat'iy Xitoy madaniyati bilan bir emas, bizning o'rta Osiyo va G'arb madaniyati kategoriyasiga kirganligimizni bildiradigan narsa. Eng qadimgi 3 yil burungi bug'doy va bug'doy shu yemekliklarniki nimalarini topdik. Lekin Xitoy nimsida yo'q. Ko'zimizni yumboqlab biz non yeydigan madaniyat, non yegan millatda deb ko'zimizni yumsaqlab bu chiqadi bizning O'rta Osiyo, Yevropa, uningdagi o'rta sharq, hatto Shimoliy Afrika hammasi bir kategoriya endi. Qisqasi eng oddiy yeydigan non bilan bu farqni ko'rsatgan. Bizni xitoylashtirish, bizniki shu o'zimizni Xitoydan cho'ng farq qiladigan muhim narsamizning birisini chug'ib buzib etib, mujnobim kelganda bular düşmanlık qilib yapılsa bir narsa. Şunlaşqa Xitoylarning bu nonga hurmatsizligini, nonni bir mashinada pishirgan bolga aylantirib Uyg'urlarning non madaniyatini vayron qilishi, bu Uyg'ur madaniyati bo'lgan bir xil
haqorat va buzg'unchilik. Bunur ninini o'lchamlik pishirish, belgilik, texnika va mahorat talab qiladigan bir kasb. Turli shart-sharoitlar va cheklamalar tufayli navoiychilik va non mahsulotlari ko'lamlashgan bir ishlab chiqarish bo'lmasdan, balki milliy xoslikqa ega bir yakka kasb bo'lib kelgan. Xitoy hukumati Uyg'ur diyorida irqiy va madaniyat qirg'inchiligi elib berishga boshlagan mezgillarda nonchilik kasbini korxonlashtirish degan nomda uni Xitoy shirkatlarining ig'dorchiligiga o'tkazib olishga jiddiy tutish qilgan. Buning bilan Uyg'ur avtonom rayonidagi cho'ng-kichik yakka navoiyxonalar butunlay to'xtatilib, nonchilik faqatla Xitoy korxonalari mablag' soladigan va zo'r ko'lamda bozorga soladigan turga aylantirilgan. Xitoy taratqullarining xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoy shirkatlari ig'dorchiligidagi nonchilik korxonalariga 110 mingdan ortiq Uyg'ur navoiylari va emgak kuchi yig'ilingan bo'lib, ular Xitoy xo'jayinlarining boshqarishida ko'lamlashgan nonchilik korxonalarida ishlamoqda ekan. 2015-yili Turkiyaga kelgan va hozirmi navoiylik kasbini tashlamay davom qilayotgan Uyg'ur navoiy ustam Yasinjon ziyoratimizda qabul qilib, mundaq deydi. Navoiylikdan bir xemijur basi bir eksportda bir yaqpirdi, amma deydi. Bunun eng töven bot bir yerimning bir kim ondan yuqori bo'lishi mumkin. Mesela navoiylik birga shunday yaxshi edi. 2008-2006dan keyin iliq foydasi yaxshi bo'lib ketgan. Masalan, normal bir do'konda ochgan odamning oylik kirmak bo'lmasa 10-15 ming ko'y bo'ladi-da. Birdan bir Xitoy tartiblanmagan bir kesibdi bu. Bu da hozir endi bu Xitoy korxonalashtirib, bunu qildik deb asosan mushuni xizmatim deyiladi endi. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda Xitoy korxonachilari tomonidan Ablaning nini, Maygul, Shangshaonan, Yashin, Non Shahi, Miyishangnan va Afanti non degandek Xitoycha non markalari paydo bo'lgan ekan. Halbuki nonchilikqa munosabatli mahsulot o'lchimi, sifat o'lchimi, mablag' selish va setishchi bo'lgan halqalarning hammasi Xitoy hukumat doiralari tomonidan planlanib, yo'lga qo'yiladi ekan. Bizning hunar navoiychilik, qimmat baza kasatchilik. Bizning hunar navoiychilik, qimmat baza kasatchilik. Bugungacha